Mana oshimiz ham kelib qoldi. Mana xolasa. Mana Ikromjon, mana chiroyli osh zakaz qilgan ekan mana. Mana hozir ko'rsatib chiqaman oshni mana. Qaradimi chaqaloqqa? Osh ko'rinishi zo'r. Ish qilib mazzasiga endi baho beramiz-ki, yeb bo'lgandan keyin. Aljon aka? Rasm tushganday bo'ldi. Ha, yashaysan. Odiljon. Ha, kulib turgan. U qovoq so'radi, mehmon kelgansiz. Ha, shu. Mana bu yoq telefonda zang. O'shanda biroz gapiravering endi. Salomat bo'ling Botirjon, salomat. Rahmat. Olimjon mana do'stimiz. Sog' bo'ling. Mana ertalab 1,5 soat yurar ekan bular. Shu Bu men eshitdim bu gaplaringizni hammasini. Men lekin buni qulog'imga oldim. Mana bir peshkom yuraman. To'g'ri aytyapsiz. Onasi bilan yuribdi. Lekin magazingacha boraman peshkom. O'sha keraklarga nima deydi? Kamkorim olaman qaytaman. O'shada endi. Mayli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana Ikromjon sizga katta rahmat, avvalambor mana shunday chiroyli dasturxonlarga. Ha, ko'ngildagidek osh o'tdi. Mana mayli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmat bilan o'sha gap jo'ralarimiz. Iloyim mana shunday buzilmasin, gap berayotgan odamlar hamisha yonimizda bo'lsin. Qancha yangiliklarni eshitdik, hammasiga katta rahmat. Marhamat. Sog' bo'linglar.